savob, azob, qiyomat qatorliqlar albatta rostdir. Va innad-din lawaqi'. Yaxshi amallarni mukofotlash, yomon amallarni jazolash cho'qim bo'ladigan ishdir. Was-samaa'i zatil hubuk. Yo'llari bor osmon bilan qasamki, innakum lafi qawlin mukhtalif. Payg'ambar haqida sizlarning so'zinglar haqiqatan xilmu-xildir. Yu'faku anhu man ufik. Alloh taoloning ilmi azalisida hidoyatdan burib etilgan odam Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirishdan burib etiladi. Qutilal kharrasun. Kazzoblarga la'nat bo'lsinki, allazina hum fi ghamratin sahun. Ular jaholatga cho'mgan bo'lib, oxirat ishidan g'aflatdadir. Yas'aluna ayyana yawmuddin. Ular Rasulullohdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'raydi. Yawmahum 'alan nari yuftanun. U bo'lsa, u kunda do'zaxda azoblanadigan kundir. Zuqu fitnatakum hada alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Do'zaxga muakkal farishtalar ularga sizlarga qilingan azobni tetinglar. Mana bu sizlar dunyodagi cheg'inglarda oldiratgan narsadir deydi. Innal muttaqina fi jannatin va uyun. Shubhisizki, taqvodorlar jannatlarda va eqib turgan buloqlarning orasida bo'ladi. Akhidina ma atahum robbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Ular Parvardigori ato qilgan narsalarni qabul qiladi. Ular buningdan ilgari, ya'ni dunyodagi chog'da yaxshi ish qilguvchilardir. Kanu qalilan minal-layli ma yahja'un. Ular kechsi oz uxlaydi. Va bil asharihum yastaghfirun. Ular saharlarda Parvardigoridan mag'firat tilaydi. Va fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ularning pul mollari da soillar va ippatlikidan soillik qilmaydigan muhtojlar huquqqa ega edi. Ya'ni ular soillarga va muhtojlarga sadiqa qiladi. Va fil ardi ayatun lil muqinin. Zeminda va o'zinglarda Allohga chin e'tiqod qiladiganlar uchun Allohning qudratini va birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. Va fi anfusikum afala tubsirun. Buni ko'rmamsizlar? Fis samaa'i rizqukum va ma tu'adun. Osmonda sizlarning rizqinglar bor. Sizlarga va'da qilingan savob bor. Awa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Osmonning va zaminning Parvardigori bilan qasamki, sizlarga va'da qilingan narsa o'zinglarning so'zlayotganinglardek, ya'ni so'zlashinglarning o'zinglarga aniq bo'lganidek haqdir. Ataka hadithu dayfi Ibrohim al-mukramin. Ey Muhammad, sana İbrahimning hurmatlik mehmonlarining xabari yetdimi? İddakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun. Öz vaqtida ular İbrahimning yeniga kirib salom dedi. İbrahim
salomni ilik oldi. Ichida notunush odamlarga dedi. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Shuning bilan u asta oilasiga chiqib pishirilgan bir semiz mo'zayni elib kirib, فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ularning oldiga qo'yib, yemamsizlar dedi. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Ularning tamoq yemiganligini ko'rib, dilida ulardan qo'rqdi. Ular qo'rqmag'in, biz Parvardigoringning elchilarimiz dedi. Ular İbrahimga bilimlik bir o'g'il bilan xushxabar berdi. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. İbrahimning ayoli suran selib kelib, ajablanganligidan o'zining yuzini qachatlab, "Men tug'mas mo'may tursam, qandoq tug'man?" dedi. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ular Parvardigoring shundoq dedi. U haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilguchidir dedi. قال فما خطبكم أيها المرسلون. İbrahim, "Ey elchilar, sizlar nima ish bilan avatildinglar?" dedi. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Ular, biz haqiqatan bir gunohkor qavmni halok qilish uchun avatildik. Ya'ni Lut qavmining ustiga loydan pishirilgan tosh yog'dirish uchun avatildik. لنرسل عليهم حجارة من طين. Ularning ustiga Parvardigoringning dargohida gunohi haddidan oshquchilar uchun مسومة عند ربك للمسرفين. belgi qo'yilgan, ya'ni halok qiling'uchining ismi yozilgan, loydan pishirilgan tosh yog'dirmiz. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Halok bo'lmasin deb Lutning shahridagi mo'minlarni sirtqa chiqarib atdik. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Biz u shahardan musulmonlardan faqat bir oilani topdik. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. U shaharda qattiq azobdan qo'rqadiganlar uchun nishon qoldirdik. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. Musaning qissidimi bir turlik alomat bor. O'z vaqtida uni biz Fir'avnga ro'shan dalil bilan avatdik. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. Fir'avn o'z qo'shini bilan imondan yuz o'ridi. U Musa sehrgardir yoki majnundir dedi. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Fir'avnni va uning qo'shinini jazoladik. Ularni dengizga tashladik. Fir'avn ayiblanguchidir. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. Adning qissidimi bir turlik alomat bor. O'z vaqtida ularga yomon bo'ronni avatdik. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. U, ya'ni bo'ron har qandoq narsaning yenidan o'zsa, uni chirigan so'ngakdak titmi talon qilib etadi. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. Samudning qissidimi bir turlik alomat bor.
o'z vaqtida ularga sizlar vaqtliq foydalaninglar dedik. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. Ular Parvardigorining amriga qarshi chiqdi. Ularni chaqmoq halok qildi. Holbuki ular azobning tushayotganligini ko'zlari bilan ko'rib turardi. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Ular azab tushgan vaqtda o'rinlaridan turishqimi, o'zlarini qo'g'dashqimi qodir bo'lolmadi. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. İlgari Nuhning qavmini halok qildik. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Osmonni qudrat bilan barpo qildik. Biz haqiqatan qudratlikmiz. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. Zeminni yoydik. Biz nima degan yaxshi yoyg'uvchimiz. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Sizlar ibrat elishinglar uchun har bir narsani jup yaratdik. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ey Muhammad, aytdimki, Alloh tarafga qechinglar, ya'ni Allohga iltijo qilinglar. Men haqiqatan sizlarga Alloh tarafidan kelgan ochiq ogohlantiruvchiman. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Sizlar boshqa ma'budni Allohga sherik qilmanglar. Men haqiqatan uning tarafidan kelgan ochiq ogohlantiruvchiman. ذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ulardan ilgirki ümmetlermi şundak edi. Ularga her payg'ambar kelsila, ular uni bir sehrgar yoki bir majnun dedi. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Ular payg'ambarlarni inkor qilishni bir-biriga tavsiya qilishqanmi? Hargiz undaq emas. Ya'ni ular bir-biriga undaq tavsiya qilishqan emas. Ular haddidan oshquchi qavmdir. فتول عنهم فما أنت بملوم. Ulardan yuz o'rgin. Sen malomat qiling'uchi emassan. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Vaz nasihat qilgin. Vaz nasihat mo'minlarga foydali. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Ulardan men rizq tilamayman va ularning meni oziqlantirishini tilamayman. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah haqiqatan hammaga rizq berguchidir, qudratlidir. Allohning quvvati ortiqdir. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. O'zlariga zulm qilganlarni azobdan o'tganki halok bo'lgan do'stlarining nesivisidek nesivisi bo'ladi. Bular azobimga oldiratmasin. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Kafirlarga va'da qilingan kundan kafir